Alloh taolo ishlarimizni rivojini bersin. Kasb-koriga baraka bersin. Haq yo'lda, haq dinda hech qachon adashtirib qo'ymasin. Mana Alixon ukamiz ham Xudo xolasa Hindistonda birinchi etaplarini olib keldi. Yana bir ikkita etapga boradi, lekin ancha o'zgarish bor. Ilohim shifo topib, yugurib o'ynaqlab ketsin-a. Qarang mana. Ishlari ham ancha cho'tib qolibdi, yaxshi mana. Manilar sizlar ko'rgan bo'lsanglar, tanalarida, yuzlarida ko'r bo'lmas, yara bo'lib mana. O o'zi ochib ko'rsatyapti mana. Ancha cho'tki. Ha? Yaxshimisan? Hamma menga ehson qilganlarga rahmat. Assalomu alaykum. Ana o. Yaxshimisizlarmi? Yaxshi bo'lim Hindistonga. Oho. Men harakatda asta-asta bo'libman. Sog'-sog'liklar, yaxshi bo'linglar sizlarga. Rahmat sizlarga. Doktorlar, ana davlat bizadi. Shunaqa aziz vatandoshlar mana natija. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlaringizga meni rozi bo'linglar. O'g'limiz ancha davolanyapti. Mana shifo topib keldik. Birinchi etapi 40% davolab berdi, Xudo xolasa. Hammasi yaxshi. Bu faqat yotadi, bo'ynini ham ko'tara olmaydi. Qo'llarini ko'tara olmagan holatlari bo'lgan. Hozir Allohga shukr, meni yaxshi insonlarning yordami, ehsoni, duolari bilan, ko'pni duosi bilan Shavkat aka sizga ham Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Men bir sababini qiluvchiman. Mana oyoqqa turishga endi bizga umid bor, Xudo xolasa. Xudo xolasa oyoqqa turishga umid bor. Bu safar ikkinchi etapiga oyog'ini, keyin ozroq joylari qolgan, o'sha joylar terilarini Xudo xolasa yaxshilab, uchinchi etapiga borsak, yurib ketish Xudo xolasa. Bo'ladi. Rahmat. Sabr bilan hammasi sekin-sekin bo'laveradi. Vatandoshlar, hammanglar boringlarga shukr. Mana ko'pchilik aytadi, shu yerga natija qo'yib turing. Biz qilgan ehsonlarimizni, bo'layotgan natijalarni ko'rib maza qilamiz deydi. Mana maza qilinglar, hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Oyoq qo'lim salomi, yurganimga roziman. Bu dunyoni ko'zim bilan ko'rganimga roziman.